Men buni qabul qildim, Mahito. Men senman. Men seni inkor qilishni xohlaganman. Sening har bir gaplaringdan o'zimni bilmaganlikka olganman. Men aytmoqchi bo'lgan personaj, ya'ni qahramonimiz Yuji Itadori hozirgi yana hype bo'layotgan Jujutsu Kaisen animesining bosh qahramoni hisoblanadi. Nima uchun aynan men Yuji Itadorini haqiqiy bosh qahramon deb ko'raman? Ya'ni uning qobiliyatlari, uning kuchi hech qanaqasiga havodan olinib qolmagan va hozirda Keigaku Tami uni nima uchun bu darajada yomon ko'radi? Ha, yomon ko'rish ham mumkin. Ko'p hollarda Keigaku Tamining o'zi ham aytgan, men bu qahramonni hattoki tushunmayman. Bosh qahramon qilib, yaqqol misollardan bittasi uning eng yaqin do'stini o'ldirishdi, ya'ni Nobarani. Boshqa shonen animelaridagi bosh qahramonlar nima qilishadi? Albatta, o'zlarining million foizlik kuchini ishlatib, butun dunyoni yo'q qilib yuborishadi. Bunga qarzaklaringiz bo'lmasa bo'lmaydi. Ammo Itadori unaqa emas, bilganingizdek albatta. Birinchidan, Itadori oddiygina odam. Oddiygina 15 yoshli bolakay. 15 yoshli bolakay. Uning birinchi jangi, ya'ni maxsus sinfning la'nati bilan birinchi jangi qanaqa o'tgan? Birinchidan u yutqazgan albatta. Boshqa nima ham qilar edi, axir u maxsus sinfning la'natlangan ruhiga qarshi jang qilyapti. Va albatta axir bu yerda u 1000% kuchini ishlatib, Sukunani chaqirib, hududini kengaytirib yuborish kerak edi. Ammo yo'q, uning otasining unga aytgan so'zlari: odamlarga har doim yaxshilik qil, hattoki ular seni yomon ko'rsa ham, ular sendan norozi bo'lsa ham, har doim odamlarga yaxshilik qil so'zlari bilan vafot etadi. Oxirgi qolgan eng yaqin odamining so'zlarini o'zining hayotining mazmuniga aylantira boshlaydi va bundan ilhomlanib akademiyaga tashrif buyuradi. Akademiyada u Gojo, Nobara va Megumi bilan tanishadi va ular bilan juda ham yaqin bo'lishadi. Akademiyaga borgan vaqtida direktor unga yana bitta narsani aytadi. Otangning so'zlarini, o'zingning hayotingning maqsadi va motivatsiyang qilib olgan bo'lsang, xuddi o'sha gaplarni, sen ko'rayotgan azoblarni va o'limingning sababini o'sha odamga to'nkash bilan bir xil deya Yujiga qarab yoqimsiz gapotgan. Mana, birinchi maxsus sinf bilan jang. Bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda Yuji albatta yutqazishi kerak. Va hattoki yutqazdi ham. Jangning birinchi lahzalaridayoq Yuji o'zining bitta qo'ldan jaladi va la'natlangan ruhning hujumini qo'llari bilan qaytarayotgan vaqtida u ko'rayotgan azoblar faqat boshida bittagina narsani aylantirgan edi. Direktorning o'sha unga yoqmaydigan gaplari va hozirda u Sukunaning barmog'ini yemaganida qanchadan qancha odamlar Sukunaning qo'lidan yana halok bo'lishi deya ta'rif beradi. Oy billat, yana mavzudan chetlashib ketdik mayli. Juda ham qiziqarli va noodatiy bo'lgan joylardan biri, ya'ni ko'p hollarda shonen janridagi animelarda uchraydigan holat. Ya'ni bosh qahramonning yaqinlarini kimdir o'ldirib ketsa, bosh qahramon o'zining million foiz kuchi bilan barchani yersa yo'rasini yo'q qilib yuboradigan joy. Lekin to'xtang, unaqa emas. Masalan, Mahito Nobarani o'ldirgan vaqtida Yuji hech qachon o'zining kuchini ishlatganga o'xshamaydi va ikkinchidan Shibuyada hattoki Nanami ham o'lgan edi. あとは頼みます。 Bu nimaga olib boradi? O'zining ikkita yaqin odami bir vaqtning o'zida halok bo'lishi Yujiga bu haqiqiy psixologik o'rin bo'ladi. Ko'p hollarda u aynan jinni komi ketishiga ozgina qolganga o'xshaydi. Lekin u yerda uning eng yaqin do'sti best of friend bor edi va Todo Aoi Yujiga yana jang qilishini aytadi. Xullas, aytmoqchi bo'lganim shular. Gaplarimni ozmoz tushunmagan bo'lsangiz hayron qolmayman, chunki yana aytaman, men buni ssenariysiz yozyapman. Mayli, yo'qdan yaxshi. Ko'p vaqtdan beri video chiqarmaganim sabab aynan shu narsa birinchi xayolimga keldi va buni realizatsiya qilish yaxshi g'oya deb tuyuldi va mana qildim.